Assalomu alaykum. Mana polvon pechkamiz. Katta qilib yasaganmiz. Katta uylarga qo'ysa ham bo'laveradi. Qalinligiga e'tibor berasizlar mana. 8li lista qilingan. Mana qopqoqlarimiz qalinligi, bular ham 8li lista bo'lgan. Bunga choynak qo'yiladi. Bunisiga qozon qo'yiladi. Mana to'kirlarimiz ham cho'tki qilib zazorlarini zo'r qilib ochgan, plotni yopiladi. Mana eshik qismimiz. Eshigimizni qalinligi 4li lis bo'lgan. Ichlari chugun. Katta o'tinlar ketaveradi. Kuli tortmaga tushadi. Tortmasidan kulni olib borib to'kib tashlayverasizlar. Mana shu pechkalarimiz. Bu pechkalarimizning narxi 1.300.000 bo'lyapti. Mana yonlari ikki uyning o'rtasiga ham qursa bo'ladi. Akalar, yoqqan bo'lsa bitta like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysalaring, kanalimizning rivojiga foydalaring tekkan bo'ladi.